17 yil maktabda ishladim. Sobiq o'qituvchi, dehqon va fermer Umid Umarov nega san'atni tanladi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bravo kulgi jamoasining a'zosi Umid Umarov 13-mart kuni 44 yoshni qarshiladi. Tasodifan san'atga kirib qolgan sobiq o'qituvchi ayni kunda esa fermer bo'lgan ijodkor haqida nimalarni bilasiz? Umid Umarov 1981-yili Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida o'qituvchi xonadoniga dunyoga kelgan. U baxtli o'tgan bolaligi haqida hamisha to'lqinlanib gapiradi. Oilada 4 o'g'ilmiz. Otam rahmatli o'qituvchi, onam esa bog'cha tarbiyachisi bo'lgan. Ammo biroz ulg'ayib qolganimizdan keyin onam ishdan ketishga va bizni tarbiyamiz bilan shug'ullanishga qaror qilgan. Juda sho'x, yerga ursa osmonga sapchiydigan bola bo'lganman. Ammo hech qachon mehnatdan qochmas edim. Uyimizda katta uzumzor bor edi. U yerda ham ishlar edik. Qo'shimchasiga baliq va chorva mollarini boqish bilan ham shug'ullanar edik. Qishloqning eng baxtli bolasi bo'lganman deb maqtana olaman. Mol boqish bahonasida dalaga chiqib o'rdak va baliq ovlar edik. Hatto yemak uchun ilon ovlagan paytlarimiz ham bo'lgan, deydi Umid Umarov. Komik otasini xotirlar ekan, uning nihoyatda qanoatli inson bo'lgani va bolalarni mehnatga o'rgatgani haqida gapirdi. Hozir o'ylab qarasam, otamning maoshi juda kam bo'lgan ekan, ammo uning biror marta noliganini eshitmaganman. Hech tinim bilmaydigan inson bo'lgan. Darsdan keyin dehqonchilik bilan shug'ullanar edi. Shu boisdan ham biz bolalikdan mehnatga o'rganganmiz. Aka-ukalarimiz bilan katta uzumzorlarni ham parvarishlash qo'limizdan kelardi, deydi Umid Umarov. Umid Umarov maktabni tamomlab universitetga hujjat topshirgani, ammo har gal yetmay qolgan kichik ball sabab o'qishga kirolmaganini eslaydi. Xo'ja qishlog'idagi 34-maktabni tamomlab katta orzu-umidlar bilan Toshkentga kelganman. O'zbekiston Milliy universitetining biologiya fakultetiga hujjat topshirganman, ammo 2 yil ketma-ket yiqilganman. Ko'p ball yetmasa ham unchalik alam qilmas edi. Bor yo'g'i 2-3 ball meni 2 yil umrimni qaritdi. 3-yili ham kirmasam uyat bo'ladi deb Uchko'prik tumanidagi qayta tayyorlav kursiga o'qishga qaror qilganman. 3-urinishga 13 mingta test savol javoblarini yodlab, o'sha yili byudjet asosida o'qishga qabul qilinganman, deydi Umid Umarov. Aslida men san'atga qiziqmaganman. Gapirishim oddiy, jaydaricha. Universitetda o'qiyotganimda quvnoqlar va zukkolar musobaqasi o'tkazilar edi. Fakultet nomidan jamoaga qo'shilganman. Aslida men nimanidir o'ylab gapirmayman. Masalan, ilonga nos chektirardik degan hazilim ham aslida haqiqat. Bolaligimdan bunday noma'qul ish bilan ham shug'ullanganman, deydi Umid Umarov. Umid Umarov 17 yil o'qituvchilik qilgani va qaysi sabablarga ko'ra bu sohadan ketishga qaror qilgani haqida gapirdi. Chunki 44 yoshga kirgan bo'lsam, deyarli 40 yil umrim tabiat bilan uyg'unlikda o'tdi. Hozir ham dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanaman. O'rganganlarim ancha asqotdi. Universitetni bitirib maktabga ishga kirganman. Toshkentning Sebzor dahasidagi maktabda 17 yil ishladim. Juda qattiqqo'l va talabchan bo'lganman. Pedagoglikdan ketishga to'g'ri keldi. Faoliyatim san'atga burilib ketdi. Ba'zan bundan afsuslanaman, deydi Umid Umarov. Umid Umarov faqat san'atning ortidan tirikchilik qilmaydi. Uning katta yer maydoni bor va uning ortidan yaxshigina daromad topadi. 60 sotiq yer maydonim, 40 sotiq issiqxonam bor. Har mavsumda turli ekinlarni ekamiz. Bug'doy, mosh, makajo'xori, handalak, qovun, tarvuz, loviya, kartoshka, sarimsoq, piyoz, xullas ekinlarimizning turi ko'p. Issiqxonaga esa asosan pomidor, bodring, bulg'or qalampiri ekiladi. Bog'imizdan esa sara, uzum, shaftoli va bodom mevalari xalqqa yetkaziladi. Dehqonchilikdan topadigan yillik daromadim yomon emas. Kamida 120 million daromad topaman. To'g'ri, ba'zi yillar zarar ko'rgan paytlarim ham bo'lgan. Chunki har sohada bo'lganidek, dehqonchilik va bog'dorchilikning ham o'ziga yarasha sirlari bor, deydi Bravo kulgi jamoasi a'zosi Umid Umarov. Qahramonimiz otasini yo'qotgandan keyin ruhiy tushkunlikka tushgani va ancha o'zini qo'lga ololmagani haqida gapirdi.
Har bir farzand uchun ota-ona idealdagi inson bo'ladi. Onamdan kitobsevarlikni, otamdan esa mehnatkashlikni o'rganganmiz. Bobur, Sobir, Sardor va Umid deb 4 o'g'ilni yoniga olib, erkak kishi uchun kerak bo'ladigan hunarlarni o'rgatgan. Mana hozir baliqchilik bilan ham shug'ullanaman. Chunki otam 7-8 sinflardan boshlab kichik hovuzcha qilib baliq boqishni o'rgatgandi. Nafaqat men, boshqa aka-ukalarim ham bu borada tajribasi yetarlicha. Afsuski, 36 yoshimda otamdan ayrildim. 2 oydan keyin konsert berishimiz kerak edi. Shu qadar ruhiy tushkunlikka tushganmanki, birovni kuldirish tugul o'zimni qo'lga ola olmasdim. Bu holat 2 yil davom etdi. Hozir ham otam bilan bog'liq xotiralarni eslab ko'nglim bo'shashib ketadi, deydi Umid Umarov. Jurnalistning millionning bo'lishiga nima sabab bo'lgan degan savoliga Umid Umarov shunday javob qaytardi. Umid Umarov bu savolga nihoyat quyidagicha javob berdi. Bir so'z bilan aytganda, nafs sabab bo'lgan. Chunki odamlarga tanilib, to'ylarga taklif qilishni boshlagandan keyin har qanday ijodkor soqqa qilib olishim kerak deydi. Turgan gapki, bu ayrimlarimizga yoqmagan. Ular guruhni tark etib, alohida jamoa bo'lishni ma'qul ko'rishgan. Ikki tomon ham o'ziga haq, rizqimiz bo'lak ekan. Ketishimizdan hech kim, hatto o'zimiz ham xursand bo'lmaganmiz. Shaxsan mening hech kimga adovatim yo'q. Umid Umarov millionni tark etganlar uchun afsusda ekani, ular bilan bog'liq xotiralarni ko'p eslashi haqida gapirdi. Inson uchun ilk tarkib baribir qadrli bo'lib qoladi. Hozirgilarning ham ijodi zo'r, ammo Mirkomil aka, Alisher yoki Umid bilan bog'liq yaxshi xotiralarimiz ko'p edi. Mirkomil Musayev san'atni tark etgani menga juda og'ir ta'sir qildi. Hatto xayrlashish uchun ham bormadim. Chunki u inson bilan birga o'qiganmiz. San'atda nimaga erishgan bo'lsak, birgalikda bo'lgan, deydi Umid Umarov. Bu yil oila qurganimga 20 yil to'ladi. O'g'il qizlarim ham ulg'ayib bo'yim tengi bo'lib qolishdi. Hech bir ayol ideal emas. Mana men zo'rman degani ham o'ziga yarasha kamchiligi bor. Hamma gap sabrda va bir-birini qo'llab-quvvatlashda bo'lsa kerak. Bo'lmasa oila bo'ladimi, deydi Umid Umarov. Qadrli tomoshabin, shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.